Dreamcore o'zi nima? Dreamcore o'zbekchada orzular olami degan ma'noni anglatadi va u yerda g'alati strukturalar, birozgina nostalgik joylar tasvirlangan bo'ladi. Ular ko'pincha yo'laklar, xonalar, tanish joylardan tashkil topgan bo'ladi. Va bugungi videoda biz Minecraftda shu kartani o'ynab ko'ramiz. Unda siz kanalga obuna va videoga like bosib qo'ying. Biz tezroq 2000 ta obunachiga ega bo'lishimiz kerak va bunday videolar qachon chiqishini bilish uchun meni Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar. Okey, obunachilar, mana biz yerimizni ham ochib oldik. Endi esa biz sarguzashtlarimizni boshlasak bo'ladi. Mana bu yerda narsalar turibdi. Olamiz kitob, qo'ychini va taxta va o'sha stik. Biz bundan birinchi crafting table yasab olamiz. Ularni taxtaga aylantirib. Okey. Keyin esa yotoq. Qo'limizdagi yotoq bilan obunachilar biz sayohatimizni boshlaymiz. Yaxshilab o'tirib olinglar, men esa boshladim. Okey. Mana shu yerga qo'yamiz. Okey, boshladik. Object exploration debdi. Demak, tushyapmiz qayergadir. Boshqatdan yerdagi kirpitdek bakmoqchi bo'ladi-ku. Da, o'shanaqa. Qanaqadir joyga kelib qoldik. Yo'q, mana bu yerda ko'z qarab turibdi. O'ynamas ekan. Okey, Dreamcore'ni birinchi levelda mana bu yerda teshik bor ekan. Mana bular siljitsa bo'lar ekan. Chiqdik. Mana bu yerda shunchasi qarab turibdi. Okey. Lekin biz uyimizga qaytib o'tamiz. Menga qaralab вообще, okey. Bu yerda nimadir bo'lish kerak. Dagi eshik ochib qo'ysa kerak bu. Shu tashqarida endi. Okey. Bular qarab turibdi. Bu yerda ham eshik bor ekan. Okey, mana eshik chiqadigan joy. Ochilmayapti-ku. Fancy door deb yozilgan. Yaxshi. Negadir katta ko'ryapmiz. Nechinchi levelligini bilmadim. Qayerdan chiqish kerakligini topishim kerak. Bu yerda eshik. Qo'shiq opsiyasi ketyapti lekin. Boshda aylantirar ekan. Attaha. Boramiz. Hoppa. Uzoqdamiz-ku. Okey, yerda yo'l yo'q. Videoda o'tsa bo'lar ekan. O'tsa bo'lar ekan, yaxshi. Mana eshik, endi bu yerdan chiqdik. Yaxshi. Passage. Okey, biz qayergadir keldik yana. Bo'lamiz. Meni taxtam. Nima yozilgan? The corridor walls are parent. Buni oxirgi gapga tushunmadim. No koridorni devoriga qara deb yozilgan ekan. Yo'q, o'tib bo'lmaydi. Eshik yana o'tamizmi? Yo'q.
tushundim. Yo, mana bu yerda aytgan ekan. Okay. Find alive without being supported by monster. Ovozini. Qaroqchi, hozir bu yerda aytilishicha, chiroqlarsiz maxluqni uyg'otmasdan eshikni top deyishibdi. Okay. Voy, malaka qo'rqib ketdim. Ular maxluqmi shunda? Asta cheklab ko'ramiz. Okay, chekalab. Balki o'sha bo'lganlar, adashmasam. Keberda chiqish yo'q. Bular tashlab qo'ymaydimi? Bitta narsani bildim. Bu yer uncha katta emas ekan. Qanaqa maxluq bo'lishi mumkin? Labirint. Yo, qoch. Qayerda endi bu chiqish? Hech narsani ko'rmayapman lekin. Yo, voy. Ursa bo'ladi. Bizlar qorong'i bo'lib qoldi. Savol. Yana men hech narsani ko'rmayapman. Boshqatdan. Okay, bizga endi вообще qiyin bo'ladi. Birinchi obunachilar menga juda ham qiyin bo'lyapti. Shuning uchun men videoni shu yerda tugataman. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna va videoga like bosib qo'yishni unutmang. Ko'rishguncha sizlar bilan Kanal Ruji bo'ldi.